Аңлаватқаныңlar Батыр Әзімет хақыда хикая. Burunning burunusida nihoyatda oq ko'ngil va emgakchan bir kishi bo'lib, uning hamma narsasi bor ekan-yu, biroq balasi yo'q ekan. Shunlashqa u o'zining biror balasi bo'lishini to'limi arzu qiladi ekan. Bir kuni u yiroq davlatdan kelgan yo'lovchilarni kutib olibdi. Mehmondo'st bu kishi ularni kutib olib uyiga boshlabdi. Ayoli bo'lsa oshxonaga kirib, taom sharoblarni tayyorlabdi. Keyin u kishi har doim mushundaq mehmon kutib oladigan bo'pti. Bir kuni butun kun mehmondo'st bu odamning uyiga hech kim kelmabdi. Bu kishi yo'lga chiqib qarab beqibdi. Navoda yo'lovchilar bo'lsa boshlab kirmoqchi bo'pti. U nihoyatda uzun saqlagan bo'lsa-mu, qorong'u tushgacha biror yo'lovchining soyasini ko'rolmabdi. Uning ko'ngli nihoyatda yerim bo'pti. Endi uyga qaytay deb turganda, tuyuqsiz qorong'u ko'chada bir yashangan odamning ketayotganligini ko'rib qopti. Yashangan odam bu kishining oldiga kelib so'z echibdi. Balam, tinchlikmi? Voy, marhaba tag'a. Bundaq kechda sirtqa chiqib qoplig'i. Uyimda qo'nib mang'amla. Rahmat balam. Yashangan odam nihoyatda xushal bo'pti. Hamda oq ko'ngil bu kishining uyiga kiribdi. Uyga kirgandan keyin ayol xo'jayinimi nihoyatda xushal bo'lib, yanglarini turib, taomga taraddud qilibdi. Yashangan kishi taomlarni yeb, qo'sig'ini to'yg'izgandan keyin sahibxondan so'rabdi. Bolarim, kuninglar qanday qaraq? Sizlarga nima lozim? Qandaq talabinglar bo'lsa, etsanglar bo'ladi. Turmushimiz nihoyatda boyashat jo'ngdada, debdi ayol xo'jayin. Uyimizda nima desangiz tepildi. Biroq shu bola yo'q. Allay naqshisini anglaydigan balam yo'q. Mundaqkanda, ko'nglinglarni yerim qilmanglar, debdi yashangan kishi. Sizlar cho'qim balaliq bo'la olaysizlar. Ikkinchi kuni atiganda yashangan kishi nihoyatda baldir o'rnidan turib, mengishga tayyorlanibdi. Sahibxonlar uni yezining eg'izgacha uzatib chiqibdi. Xo'shlashadigan vaqtda yashangan kishi xurjinidan qip-qizil bir olmani chiqarib, mehmondo'st kishiga beribdi. Balam, mana buni ep qiling. Uyga kirgandan keyin 2 parcha qilib, xotiningiz bilan yermini yangla. 9 oydan keyin u sizga bir o'g'il tug'ib beradi. Uning bir alohidligi bo'ladi. Ya'ni peshonasida yulduz bor. U cho'ng bo'lgandan keyin dunyodagi eng qo'rqmas azmat bo'ladi. Mo'ysbet qilichini elib so'zlabdi. Mana bu qilichni sizga beray. Uni yaxshi asrab, balangiz 20 yoshga kirganda uningga bering. Lozim bo'lganda qilish o'zligidan g'ilipidan chiqadi. Navoda balangizdan boshqa biri qilishni g'ilipidan ajratsa, o vaqtda o'g'lingiz hayotidan ayriladi. Endi heliqi eshib qolgan olmaning yermini 12 parcha qilib, 12 etingizning har biriga birdan yegizing. Ularning orasida bir ot qo'lunlaydi. Uning peshonasida bir mungizi bor. Siz uni cho'qim obdan asrab beqing. Uni keyin balangiz menidi. Xo'sh, shundoq bo'lsin balam. Amisa aman bo'linglar. Mehmondo'st kishi uyga qaytgandan keyin Mo'ysbetning topshiriqi bo'yicha qipti. 9 oydan keyin degandek peshonasida yulduz bor bir o'g'il farzandlik bo'pti. Peshonasida mungiz bor qo'linmi dunyoga kelibdi. O'g'il kundan kuniga cho'ng bo'lib, 5 tugicha 20 yoshga kirib, tog'larga chiqib o'g'laydigan. Har kuni uyga o'g'ligan bug'a, böken qatarlıqlarını əkildiğən bo'pti. Hatta bir qitim yo'g'on iyiqdan birini o'lab uyga ilib kepti. Bir kuni mahallada shahardagi bir kuchtingurning odamni qo'rqitadigan kuchi borligi to'g'risida gap tarqalibdi. O kuchtingur bir kuchapla 2 taqini so'ndirib yetalaydi ekan. O'g'il bu gapni anglab, atisiga o'zining shaharga kirib,
bu palvonni ko'rib boqmoqchi bo'lganligini aytibdi. Ha, bağın balam. Menişdən burun at eğiliga kirib, özüngə bir at tanlabağın. Yosh Azimat eg'ilga berib, bir otning quyrug'idan tutqanicha beshidan cho'rgilatib sirtqa etibdi. Orqadan yana bir otning quyrug'idan tutib cho'rgilatib sirtqa etibdi. Shunda qilib 3-chi, 4-chi, 5-chi otlarni sirtqa etib, biror otnimi yaratmabdi. Öydə yaxşıraq at yoxma? deb so'rabdi Azmat ot boqardan. Ba, albatta ba. Qandaqsiga yo'q bo'lsin. Avu peshonasida mung'izi ba at, medlit eti. Odam tepidi, tishlaydi. Bundaq otni minish va ishiltish mumkin emas. Azmat peshonasida mung'iz ba otning yeniga kepdi. Uning quyrug'ini tutib ko'makchi bo'lib, mediriltolmabdi. Ha, to'g'ri. Men dal mushundaq otni izlayotgan. debdi Azimat. U atqa minib, ota-onasi bilan xo'shlashibdi. Ota o'g'lining otni minganligini ko'rib, ichi-ichidan xo'shal bo'lib, o'g'liga qilishni berib, heliqi mo'ysib topilgan gaplarni yetkizibdi. Azmat otasining qo'liga so'yib xo'shlashgandan keyin sabriga otlanib, bir mezgil yo'l yurgandan keyin shaharga kelibdi. Bu dal heliqi taqini sundira oladigan kuchtungur palvon turadigan shahar ekan. Azimat bir to'mirchilik do'konidan u palvonni tepibdi. İkimiz kuchsinishib baxmamdiq. Bo'ladi. deb ma'qul bo'pti palvon. U yangi ot taqisidan ishkini ilib, bolkini parchalagandek parchalab yetibdi. Bu vaqtda Azmat 3 taqini ilib, birli tiniq bilan parcha-parcha qilib yetib, xuddi o'ynashgandekla ishni tugitibdi. Heliqi palvon shu yerdala uningga yukinib, Men uttirdim. Siz mendan kuchlikansiz. peshonasida yulduz ba Azmat etini minib, boshqa yerdagi palvonlarni izlab, sinash qilib mengibdi. U uzun yo'l yurib, har qaysi joylardagi palvonlar bilan elishib, hammasini yengibdi. Shu vaqtda u yiroq yerdagi tog'da bir palvonning borligini, uning hozirgacha uttirib boqmaganligini anglabdi. Azmat ana shu tarafga qarab yo'l olibdi. U taqqa kelib, chitloqning ichidagi ap-aq bir uyni ko'ribdi. Eti chitloqdan bir sakrabla o'tibdi. Bu vaqtda uydan biri etilibla chiqib, Hey, uyimda nima izlayapsa? deb vaqirabdi. Azmat pichqini chiqarib, havoda o'ynatib, shamolni kesibdi. Dushmani tuyuqsiz kayniga yenibdi. Chunki u pichoqni va peshonasida mung'izi bor otni ko'rgan ekan. U darhol Azmatning oldiga keldi. Mehmon, men uttirdim. Dunyoda sizlarga teng keladigan Botir Azmat yo'q. Hozirdan boshlab sizlarning qullari bo'lay. Peshonasida yulduz bor Azmat pichig'ini g'ilabqa silib oq uyga kiribdi. Ayol chakarlar hashpash tugicha mo'l taomlarni tayyorlab, uni kutibdi. Mehmon va sahibxonlar o'ltirib yeb ichibdi. Oxirida qo'l berishib, qarindoshlardan bo'lishibdi. Palvon Azmat yigitga mundaq debdi. Mening shundoq bir iqtidorim bor. Men iyiqqa, o'shkiga va xishchirga aylana olayman. Beshimni yerga qilib, qo'lim bilan yo'l manga olayman. Shundoqmi? Sen yana nima qila olaysan? Men dunyoning hamma yeridagi kishilarning so'zini anglay olayman. Nimanchi qaltis? debdi Azmat. Shunda qilib ular xo'shlashadigan vaqtda palvon, Xayr, birodar, omon bo'lg'in. Biz yana qachon ko'rishalaymiz? Sening hayot ishkanligingni yoki sana biror ish bo'lganligini men qandoq bilaman? deb so'rabdi. Men sana aytsam, deb javob beribdi Azmat. bu gulni sana beray. Buni onam men tug'ilgan kuni gullik tergan. Urug' bixlinib, cho'ng bo'lib, 2 tal chechak chiqarib ejilgacha texi to'zib boqqani yo'q. Navoda men o'lsam, bu gul qurib ketadi. Senda bir tal qolsin, menda bir tal qolsin. Sen uni ko'zitib tursang bo'ladi. Navoda u echilib tursa, demak men hayot. Navoda u qurib ketsa, menmi bu olamda yo'q bo'lgan bo'laman. Azmat so'zini tugitib bo'libla, mung'izlik etiga sakrab chiqib, ho'yladan ayrilibdi. Mung'izlik ot quyundek chepib, yeshil yayloqlar, o'rmonliqlar
va 10 necha daryodan o'tibdi. O yo'l bo'yi kishilardan yaqin atrofda o'zidan kuchli palvonlarning bor yo'qligini so'rab mengibdi. Ammo birarisi uningdanmi kuchli palvon borligini deb berolmabdi. Keyin Azimat nihoyatda cho'nqur bir ko'lning yeniga kelibdi. Ko'lning o'ttirsida bir kichik uy bor ekan. Azimat otdan tushib, suv ichmoqchi bo'lganda, tuyuqsiz uyning ichidan yo'g'on qo'rsoq bir odam chiqib vaqirabdi. Hey, suyimni ichma. O'zim usab aran qoldim men. Tuzliq beliqni jixyab olgandim. Bir hafta saqladim. Ko'lning suyi to'liq bo'lganda, ondan biroqli ichib tugitiman. Yo'g'on qo'rsoq odam shundoq deb bo'libla, suni bir tartibli ichib etibdi. Ko'lning suyi tugabdi. Azmat buni ko'rib hayron bo'lib, etidan tushib, bu yo'g'on qo'rsoq bilan paranglashibdi. Ular do'stona paranglashib, birodarlardan bo'lishibdi. Ayrildigan vaqtda Azmat yo'g'on qo'rsoqqa o'zida qolgan bir tal gulni beribdi. Andan uningga gulning ahvolini aytib berib, yo'g'on qo'rsoq bilan xo'shlashibdi. Yolg'iz mingizlik ot xeyli yo'llarni bosgandan keyin cho'nqur bir jilg'iga kelibdi. Jilg'ining ichida bir egiz munar bo'lib, munarning uchi oltindan yasalgan ekan. Azmat ko'nglida bu yerda cho'qim muhim odam turadi deb o'ylab, berib ishikni uribdi. Bir qitim, ikki qitim, 3 qitim uribdi. Sada kelmabdi. Shuning bilan u chitlaqdan ichiga qaragan ekan, tosh balampay ustidan bir tangdoshsiz go'zal qiz tushibdi. Uning kiyimlari oltindan hal berilgan. Qo'llarida yoqut uzuklar paqirab turgan ekan. U qiz ishikning oldiga kelib, ishikni ochib beribdi. Va Azimatni ko'rib, ko'zlari namlanibdi. Go'zal Parizod, nimaga yig'laysiz? deb so'rabdi Azimat. Nimishqa yig'lamog'idayman. Qaroqchining ayoli bo'ldim. Aslida podshohning qizi edim. Ah ko'ngil bir yigit bilan chayimni ichirganiga 1 yil bo'lgan. Biroq to'y kuni bir to'p qaroqchilar o'rdiga hujum qilib, meni bulab qochib bu yerga solab qo'ydi. Har kuni bu yerda yosh to'kaman. Kunlarim azobda o'tyapti. Shu topda mening sizga ichim og'riyapti. Siz yosh turibla o'lib ketadigan bo'ldingiz. U qaroqchi sizdek yigitdan mingni o'ldira oladi. Parizod andish qilmang, debdi Azimat. Men uni yengalayman. Bu vaqtda qaroqchi ovlayotgan ekan. Yiroqdan birining malika bilan paranglashayotganligini ko'rib, ochchig'i ming gaz o'rlab, etiga qamchi silib etilib ketdi. Yigit qilichini ilib, qaroqchining etini o'ttirdan 2 parcha qilib etibdi. Qaroqchi yerga mollaq etib tushib, o'zini o'ngshay deb bo'g'icha Azmat yana bir qilich urib, uni o'ltiribdi. Go'zal qiz qaroqchining o'lganini ko'rib, Azmatga nurg'un rahmat hashqalli aytibdi. Ular uzundan uzun mungdishibdi. Azmat uningga ko'ngil izhor qildi. Malika rozilik bildiribdi. Shunda qilib ishkaylan o'zaro rozilik berishib va va'dalashib to'y qildi. Malikaning otasi qaroqchining o'lganligini anglab, qizini qaytirib kelishga odam avatibdi. Aslida otasi uni bir kenazga bermoqchi ekan. Biroq Malika unamabdi. U kelganlarga "Sizlar berib otamga danglar, men allabirun to'y qilib bo'ldim", debdi. Malikaning otasi nihoyatda darg'azab bo'lib, Azimatni o'ltirmoqchi bo'pti. Bu vaqtda hiylagarlikda tulkiga o'xshaydigan bir jodugar uning o'rdisiga yetib kelibdi. Hamda podshohga: "Podshoh oliylari, men bu Azimatni o'ltirib, qizlarni ep kelsam, buning uchun menga nurg'unlagan mol dunyo beramdala. Albatta, sana bir xalta tilla berman", deb javob beribdi podshoh. Shuning bilan jodugar tilamchi siyoqida munar tarafga beribdi. Bu vaqtda Azimat o'g'layotgan ekan. Jodugar darvozani chekib Malikaga: "Jinim qizim, menga iching og'risin. Uyim, yeydigan narsam yo'q. Azroq bir narsa sadiqa qilgin." Malika uydan bir sevat bolka va pishirilgan go'sht, shundaqla mevalarni ilib chiqib, jodugarga berib: "Bir narsa lozim bo'lganda keling mo'ma, men yolg'iz o'ltiraman. Siz kelsangiz paranglashimiz", debdi. Ikkinchi kuni Azimatning sirtqa chiqib ketgan vaqtida jodugar yana kelibdi.
shu tariqada bir necha kun kelib, Malika bilan yaqin do'stlardan bo'lib qapti. Hiylagar jodugar Malikadan Azmat bilan qandoq o'tayotganligini so'rabdi. Biz naydi inoq, Debdi Malika. u mendan hech qanday narsani yoshirmaydi. Meningcha natayin jo'mi? Debdi jodugar. Er kishi degan har qanday ishni ayol kishiga deyishi natayin. Masalan, siz uningdan hayotlik sirining nimaligini so'rasangiz, u hargizmi deb bermaydi. Nimishqa bundaq deysiz? U cho'qim menga deydi. Ondaqda siz sinab beqing. U demdi demamdi. Kech bo'lganda Azmat qaytib kelibdi. Malika tamoqni elib chiqib, uning yonida beshini sangilatib o'ltiribdi. Bir ish bo'ldimi? deb so'rabdi Azmat. Siz mendan nimani yoshirdingiz? Sizdan nimani yoshiribdiman? Undaqda men nimishqa hozirgacha sizning hayotlik siringizni bilmayman. Navoda bu sirni sizga davatsam, ishkilimiz saqlamaymiz. Sizdan o'tinib qalay, menga deb bering bo'lamdi. debdi ayoli yig'lab turib. Azmatning Malikaga ichi og'rib, uning ko'z yoshlarini surtibdi. Yig'lamang, debdi Azmat. men deb bersamli bo'lmadimi? Mening sirim dal belikimdagi qilishda. Qilishni o'zim g'ilipidan chiqarsam hech nima bo'lmaydi. Agar boshqalar g'ilipidan sug'urib qolsa, o vaqtda men shu an o'laman. Mana bu mening sirim. Lekin siz buni boshqalarga hargiz deb qo'ymang. Ikkinchi kuni jodugar bu sirni bilib olibdi. Chunki Malika sir saqlashni bilmaydi ekan. Kech bo'lganda jodugar mushukka aylanib, Azmatning karvatining ostiga kirib olibdi. Azmat qaytib kelib, belidagi qilishni yeshib uxlabdi. Jodugar karvatning ostidan chiqib, qilishni sug'urib elib, panjaradan tashlab etibdi. Qilich ko'lning ichiga tushib ketib, Azmatning tiniqimi to'xtabdi. Atsi Malika uyg'onib, yo'ldishining tiniqdan qolganligini ko'rib, qattiq yig'labdi, qaqshabdi. Jodugar padişahning oldiga xabar elib ketibdi. Tashyurak padişah kuy o'g'lining o'lganligini anglab, bir qo'shinni Malikani elib kelishga avatibdi. Qo'shin endi darvozaning oldiga kelishiga yolg'iz munguzlik ot sakrab chiqib, qo'shin bilan tirkishib, biror cherikni mo yiqinlashqili qo'ymabdi. Bu vaqtda Azmatning heliqi qo'l berishgan birodarlari Gulning to'zg'anligini ko'ribdi. Azmatga xatar yetibdi, debdi ular. Butun dunyodagi kishilarning gapini anglay oladigan palvon qo'liqini yerga yoqqanda Perixonning padishahga qilayotgan gapini anglab qapti. Men qilishni g'ilobdan chiqarishimg'ila uning nafsi to'xtadi. Qilishchi, uni ko'lning ichiga tashlab etdim. Asta, debdi birinchi palvon. Aslida oshu xotin qaslab tikanda, o jodugar, berib akamizni qutqizayli. Birodarlar yo'g'on bir qarchig'iga minib ushqinicha munarning oldida to'xtab, ko'lning oldiga ketdi. Yo'g'on qo'saq odam bir tinibla ko'lning suyini ichib bo'pti. Ko'lning ostidan paqirab turgan qilish ko'rinibdi. Ikkinchi palvon qilishni ilib Azmatning uyiga beribdi. U g'ilobni ilib qilishni o'rniga sep qo'yibdi. Azmatmo ko'zini o'lab o'rnidan turibdi. Bu vaqtda Azmatning eti yanala padishahning qo'shuni bilan tirkishayotgan ekan. U biror cheriknimi o'tkazmabdi. Azmat o'rnidan turgandan keyin qilichini g'ilipidan chiqarib, odul hoyliga yugurib chiqibdi. U qilichni shiltib dushmanlariga uribdi. Dushmanlar har tarafga qechib, mushukka uchirgan chashqandek bo'lib ketibdi. Azmat ularni o'ltirmay, padishah bilan qiyri jodugarni asir qilibdi. Yavuz padishah zindonga tashlanib, jodugar tegishlik jazosini tatibdi. Shuningdan keyin Malika bilan Azmat birlikda umrning oxirigacha xushal-xuram va baxtli yashapdi.